Pulingizni bekordan-bekor sarflamang. Ushbu videoni ko'rsangiz, men nima demoqchiligimni tushunib olasiz. O'zingiz uchun manfaatli video bo'ladi. Tadbirkor akalarimiz, opalarimizga shu maslahat: agar siz biron bir blogerga reklama bermoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda narxini sindirishga harakat qiling. Ayniqsa tayyor biznes sotmoqchiman deb reklama bermoqchimisiz? Reklama narxi misol uchun $100 bo'ladigan bo'lsa, siz unga $50 beraman. Qilsang qil, qilmasang qilma deng. Chunki u siz qo'ng'irog'ingizni har kuni kutadi. Qachon telefon qilar ekan, qachon menga e'lon berar ekan deb har kuni kutadi. Ishonasizmi? Bir kunda $50 topsa ham 10 ta klientdan bu degani $500 degani. To'g'ri, o'zini mehnati bor, mashaqqatlari bor, lekin siz ham pulni supurib olayotganingiz yo'q. Va o'sha to'lagan pulingizga siz rezultat olishingiz kerak. Rezultat bo'ladimi, yo'qmi degan fikr bo'lish kerak sizda va uni qilgan ishlarini kuzating, ko'rib chiqing, o'rganib chiqing. Bir oyda uni auditoriyasi qancha odam ko'radi. Professionalniy panel degan joyi bor. O'sha joyini ko'ring va oldingi videolarini ham ko'ring, qancha prosmotr bo'lgan. Iloji boricha narxini sindirishga harakat qiling. Pulingizni bekordan-bekor sarflashingizni men xohlamayman. Men ham tadbirkorman, siz ham tadbirkorsiz. Men masalan, misol uchun kimdir reklama bermoqchi bo'lsa, uni sharoitidan kelib chiqqan holatda narx aytaman. O'zim reklama narxlarini sindirish maqsadida harakat qilyapman. Tadbirkorlarimizga foyda bo'lish uchun. Reklama narxlarim hozirgi vaqtda menda 500 ming so'm. Qanaqa reklama bo'lishidan qat'iy nazar, faqat to'g'ri halol reklama bo'lsa bo'ldi, qo'yib joylab beraman. Ko'chmas mulkingiz bo'ladimi, avtomashinangiz bo'ladimi, tayyor biznesingiz bo'ladimi, ishlab chiqaruvchimisiz, nima reklama bo'ladigan bo'lsa, 1 million podpischigi bor blogerga ham siz reklama beradigan bo'lsangiz, kerakli odam ko'rmaydi. Instagramda shunaqangi logika borki, target yoqmagungizgacha kerakli odamga ko'rsatmaydi. Shuning uchun iloji boricha rezultat bormi deb so'rab reklama berishingizni men tavsiya qilaman. Men bilan kimdir ishlamoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqing. Qo'limdan kelgancha videolaringizni chiroyli qilib, montaj qilib, Instagramga joylab beraman. Reklama narxim hozirgi vaqtda sizlar uchun 500 ming so'm qilib beraman. Instagramga qo'yib beraman, Telegramga qo'yib beraman, YouTube'ga qo'yib beraman, TikTok'ga qo'yib beraman. Instagramda postda doim turadi. Ishingiz bitgandan keyin Instagramdan olib tashlashim mumkin. Ishonmasangiz, videolarimni va prosmotrlarimni bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Aldanib qolmang va pulingizni bekorga sarflab yurmang. Joningiz sog' bo'lsin, doim men xizmatingizdaman.